bir oyda bir 10 ta 20 ta uy sotaryapti shekilli. Sanog'iga yetolmay qolyapman o'zim to'g'ri. Soatlarga bu uyni ko'rsataman, endi xonaga chiqyapti. 33,5 mingmi shunaqa atrofida pul so'rayapti. 57 kvadrat, 4-mavzi, 1-qavat. Chap tomon spalni. Uyda mebelga e'tibor bermasa, uyda ichida hech nima qolmaydi. Faqat uyda o'ziga e'tibor beringlar mana. Yonmas mana shu xonasi. Отопленияsi bor, oyna plastikoviy reshetka qilingan. Pol laminat qilingan. Bu tomon ham laminat ekan pol. Endi qanday starinniy pol qilingan bu zal. Zalning remonti eski европейский remontlardan. O'zlaring vkuslaringga qarab remont qilasizlar, xohlasang shunday qilib yashaysizlar. Remontiga o'zlaring baho berasizlar. Eshiklari sovetskiy. Tualetni akkuratniy bo'ladi. Issiq suv bor, vanna xonasi, lyustrasi, oddiy uy. Bu ham eshigi eski. O'sha vanna eshigi, bu ham eski eshik. Короче, yashasa bo'ladigan uy. Mana oshxonasi. Qanday vrachka? Oshxonani balkonga chiqargan. Uyda ichida ijtimoiy qolmaydi, yana aytib o'tib ketyapman. Узкий balkon bu. 6 metrga adashmasam 1,5 metr bo'ladi bular. Bu mana birinchi etaj bo'lgani uchun orqa hovlisi. Tog'amiz cho'tki qilib ko'chalarga ekib qo'ygan. Mencha bu men balkini mana bu hovli tomoni. Ertaga o'zi ham so'rchi qo'yasizlarmi? Buzib tashlash mumkin, lekin bilmam. Buzilgan joyi shu o'zi kerak. Yaqin chiroyli o'zlari uchun qilib qo'ygan. Shunga ko'rasizlar.